Assalomu alaykum, bu Aziz. Bu bizani matematikadan navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizda biz kesmalar haqida gaplashib o'tamiz. Kesma va agar vaqtimiz yetadigan bo'lsa, to'g'ri chiziqlar haqida ham gaplashamiz. To'g'ri chiziq, va nur. Nur haqida ham gaplashib o'tamiz. Demak, kesma agar masalan daftarimizda ikkita nuqta belgilaydigan bo'lsak, bir va ixtiyoriy ikkinchi nuqtani belgilaydigan bo'lsak va ushbu nuqtalarni deylik, bu nuqtani A harfi bilan atasak, bu nuqtani B harfi bilan atasak, istagan harf ishlatishimiz mumkin, farqi yo'q. Masalan, C, D qo'yishimiz mumkin yoki L, M, farqi yo'q. Bu shunchaki ixtiyoriy harf bilan nomlash nuqtani. Demak, ikkita nuqta agar oladigan bo'lsak, belgilaydigan bo'lsak, mana shu ikkita nuqtani to'g'ri chizgi bilan tutashtiradigan bo'lsak, bu kesma deb ataladi. Kesma hosil bo'ladi. Demak, bu A dan B gacha bo'lgan masofa yoki to'g'ri chiziq kesma deb aytiladi. Tushunarli? Masalan, A nuqta va B ni misol uchun turli xil masalan chiziq bilan ham tutashtirsak bo'ladi, to'g'rimi? Lekin bu to'g'ri chiziq emas. Masalan, bu chiziq juda ham uzun chiziq hisoblanadi, to'g'rimi? Yoysimon chiziq hisoblanadi. Bu yoysimon chiziq kesma deb atalmaydi. Ya'ni A dan B ga yoki masalan boshqa ikkita harf belgilaydigan bo'lsa, C va D. Agar bularni mana bunday ko'rinishda biz tutashtiradigan bo'lsak, bu kesma bo'lmaydi. Agarda biz faqatgina to'g'ri chiziq orqali tutashtirsak, unda C da kesma hosil bo'ladi. Tushunarli? Va istagan kesma ma'lum bir uzunlikka ega. Misol uchun uzunlik taxminan shunaqa bo'lsin. Masalan, A va C kesma deylik. Ma'lum bir uzunlikka ega. Masalan, ushbu AC kesmaning uzunligi 5 sm bo'lishi mumkin. Keyingi masalan kesma oladigan bo'lsak, D va E. Ushbu kesmaning uzunligi bo'lsa 2 sm bo'lishi mumkin. Lekin farqi yo'q, 2 metr bo'lishi mumkin, kilometr bo'lishi mumkin yoki millimetr, mikrometr, nanometr bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Lekin istagan turdagi kesmani uzunligi bo'ladi. Tushunarli? Demak, bu hammasi kesma haqida tushuncha. Masalan, biza ikkita kesmani yana bir-biriga tutashtirishimiz mumkin. Masalan, deylik, baroqni ochsak, deylik, bizda ikkita kesma bor. Masalan, A va B kesmasi va C chizsak agar tekisroq chizsak yaxshi bo'ladi. C va yo'q, bu yerdan chizamiz yaxshi. C va D kesma. Buni o'chirsak ham bo'ladi, kerak emas bizga. Kerak bo'lmagan, o'chmayapti. Chetga qo'ysak ham bo'ladi, kerak emas. Demak, deylik, mana bu AB kesmani uzunligi 6 sm deylik. Mana bu kesmani uzunligi bo'lsa 5 sm desak, biz ushbu ikkita kesmani bir-biriga masalan qo'shishimiz mumkin. Kesmani oladigan bo'lsak, tutashtirishimiz mumkin. Shunday qilib. Taxminan shunday bo'ladi. Tutashtiradigan bo'lsak, bizda yangi kesma hosil bo'ldi. AD kesmasi. AD kesmasi, demak, endi AD kesmani uzunligi qancha bo'ladi? Buni uzunligi ikkita qismdan iborat, to'g'rimi? 6 sm va 5 sm uzunligidan iborat. 6 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak, demak, AD kesmani uzunligi 11 sm
bo'ladi. Tushunarli, juda ham oddiy, juda ham oson va juda ham hech qanaqa murakkab fikrlari, bu yerda hech qanaqa murakkab qoidalari yo'q. Lekin shuni nazarda tutish lozimki, agar biza ikkita kesmani faqat bir xil, masalan, gorizontal deganda, misol uchun, hech qanaqa og'ish burchagisiz agar bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, biza ushbu ko'rinishda qo'shishimiz mumkin. Ya'ni agar AC ni biza BD ga qo'shadigan bo'lsak, A bilan D ni masofasi 11 ga teng bo'lmaydi. 11 ga teng bo'lmaydi. Agarda biza faqatgina o'sha kesmani yo'nalishi bo'yicha agar qo'shadigan bo'lsak, hech qanaqa og'dirmasdan, ushbu kesmani qiyalashtirmasdan, agar o'sha AB kesma yo'nalishi bo'yicha CD ni qo'shadigan bo'lsak, unda 11 ga ega bo'lamiz. Demak, agar boyagi ko'rgan rasmimiz, ushbu ko'rgan rasmimiz ma'lum, bu uchburchak, to'g'rimi? Shu o'rinda uchburchak haqida ham gapirib o'tsak bo'ladi. Agar misol uchun daftarda 3 ta nuqta belgilaydigan bo'lsak, deylik A nuqtasi, B nuqtasi va C nuqtasi va mana shu 3 ta nuqtani bir-biriga to'g'ri chizig'i yordamida agar tutashtiradigan bo'lsak, hozir agar to'g'ri chizig'i yordamida tutashtiradigan bo'lsak, bizda uchburchak hosil bo'ladi. Tushunarli? Demak, qoida qilib aytsak bo'ladi, 3 ta nuqtani faqat to'g'ri chiziq orqali tutashtirsak, uchburchak hosil bo'ladi. Demak, juda ham oddiy, juda ham oson. Masalan, ushbu nuqtani ham birlashtirsak bo'ladi. Xuddi boyagidek uchburchak hosil bo'ldi. Tushunarli? Agar 3 tadan ko'p nuqtani bir-biriga tutashtirsak-chi, deylik 4 ta nuqta. Unda nima hosil bo'ladi? Unda nomidan ma'lum 4 burchak hosil bo'ladi. O'xshamadi. Chizadigan bo'lsak, A, B, C va D nuqtalarni tutashmasi bu to'rtburchakni beradi. Demak, mana bu shakl to'rtburchak deb ataladi. Demak, bular hammasi kesmalaydi, to'g'rimi? Mana to'rtburchak 4 ta kesmadan iborat. BC kesmasi, CD kesmasi, DA yoki BAB kesmasidan iborat bo'ladi. Uchburchakda 3 ta kesma bor: AB, AC, BC. Masalan, kesmani ushbu kesmani AB kesma deb o'qisa ham bo'ladi yoki BA kesma deb o'qisa ham bo'ladi, farqi yo'q. AB degani bu A dan boshlab B ga boramiz, BA degani B dan boshlab A ga boramiz. Tushunarli? Demak, bu kesma edi. Keyingisi to'g'ri chiziq. Deylik, kesma berilgan bo'lsa bizada, kesma A, B. Biz aytdik, kesma ma'lum bir uzunlikka ega dedik, to'g'rimi? Ya'ni ikkita tarafdan kesma chegaralangan bo'ladi. Bu chegaralangan, to'g'rimi? Cheklangan yoki chegaralangan. Agarda deylik A nuqtadan B ga qarab to'g'ri chiziq o'tqizsak va shu yerda cheklanmasdan davom etsak, to'g'ri ketaversak agar oxirigacha to'xtamasdan va B dan A ga borib va chap tarafga ham cheksizlik sari davom ettiradigan bo'lsak, bu to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. To'g'ri chiziq. Demak, to'g'ri chiziqni ma'lum uzunligi yo'q. Ya'ni to'g'ri chiziq hech qanday o'lchamga ega emas. Ya'ni cheksizlikdan cheksizlikkacha, ya'ni manfiy cheksizlikdan to musbat cheksizlikkacha davom etadi. Hech qanaqa chegaralanmagan. Demak, bu to'g'ri chiziq deyiladi. Yana bir narsani aytib o'tish joizki, masalan, agar bizda ikkita nuqta berilgan bo'lsa, deylik I
Y va F nuqtasi berilgan bo'lsa, ushbu ikkita nuqta orqali faqat va faqat bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Tushunarli, buni yodda saqlash kerak, juda ham muhim. Ikkita nuqta orqali faqat va faqat bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Tushunarli. Masalan, deylik, to'g'ri chizig'i berilgan, A deb atasak bo'ladi bu to'g'ri chiziqni va yana ikkinchi to'g'ri chizig'i berilgan, buni B deb atasak bo'ladi. Farqi yo'q. Ko'pincha lekin to'g'ri chiziqlarni biz kichkina harflar bilan ataymiz, bitta harf, kesmalarni bo'lsa ikkita harf bilan, masalan, katta harflar bilan odatda ataymiz, deylik U va V. Farqi yo'q. Demak, deylik ikkita ixtiyoriy to'g'ri chizig'i bor, to'g'rimi? Aytib o'tganimizdek, bu cheksizlikkacha davom etadi. Aslida buni boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q. Davom etaveradi cheksizlik sari va B ham xuddi shunaqa. Boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q. Bular cheksizlikdan cheksizlikkacha davom etadi. Lekin bular ba'zan mana ko'rib turganimizdek A to'g'ri chiziq, B to'g'ri chiziq bilan kesishishi mumkin. Mana shu nuqtada ular kesishadi, ya'ni bir-biriga teng. Mana shu nuqta kesishish nuqtasi deb ataladi. Ikkita to'g'ri chiziqning kesishish nuqtasi deb ataladi. Nuqtasi deb ataladi. Tushunarli? Demak, bular bu hozir gapirib o'tganimiz bu to'g'ri chiziqqa misol bo'ladi. Lekin masalan, ikkita to'g'ri chiziq kesishmasligi ham mumkin. Deylik, L to'g'ri chizig'i va M to'g'ri chizig'i. Ya'ni bu ikkita to'g'ri chiziq ikkalovidan har doim ma'lum bir masofa uzoqlikda joylashgan bo'ladi. Ushbu masofani deylik C deb atasak bo'ladi. C 2 bo'lishi mumkin. 3 ixtiyoriy raqam. Konstanta raqam, ya'ni doimiy raqam. C doimiy yoki o'zgarmas. Masalan, bu yerda ham ikkita L va M to'g'ri chiziqlarning orasidagi masofa 5 bo'lishi mumkin. Bu yerda ham, to'g'rimi? Bir xil masofa, hech o'zgarmas. Masalan, bu yerda-chi, masalan, ikkita mana bu nuqtani agar tutashtiradigan bo'lsak, A va B to'g'ri chiziqlarning ushbu nuqta orasidagi masofasi deylik 10. Mana bu ikkita nuqtani tutashtirsak, unda A va B to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa 6 va hokazo kamayib borib oxiri 0 ga yetadi. 0 ga teng bo'lganda bular bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni ikkita to'g'ri chiziq bir-biri bilan kesishadi. Lekin ushbu holatda bo'lsa, bu ikkita to'g'ri chiziq hech qachon kesishmaydi. Ushbu vaziyatda L va M to'g'ri chiziqlar parallel deb aytiladi. Parallel to'g'ri chiziqlar hech qachon kesishmaydi. Bu aksioma. Eslab qolish kerak. Parallel to'g'ri chiziqlar kesishmaydi. Buni aksioma bu isbot talab qilinmaydigan ta'rifga aytiladi. Ya'ni agar ta'rifimiz isbot talab qilmasa, u aksioma deyiladi. Hech qanaqa isbot talab qilinmaydi. Ya'ni ular hech qachon kesishmaydi. Tushunarli, juda ham menimcha qiyin emas. Hammasi aniq va ravshan. Keyingisi bu nur. Biz aytib o'tdik, agar boshi va oxiri bo'lsa kesma, umuman boshi oxiri ham bo'lmasa to'g'ri chiziq dedik. Agar faqat boshi bo'lsa-yu oxiri bo'lmasa, unda nima bo'ladi? Unda bu nur bo'ladi. Nor emas, nur. Masalan, deylik, misol qilib quyoshni olsak bo'ladi. Agar quyoshni oladigan bo'lsak, deylik, mana quyosh. Agar quyosh bo'ladigan bo'lsa, uni nurlari bor, to'g'rimi? Nurlari taralib turadi. Taxminan quyidagi ko'rinishda. Va ma'lumki, nuri boshi bo'ladi, to'g'rimi? Ular boshi quyoshning sirti bo'ladi. Ular quyoshning sirtidan boshlanib, cheksizlik sari koinotga qarab abadiylikka intiladi, to'g'rimi? Ya'ni bularning boshi bor, boshi quyoshning sirti, oxiri yo'q.
quyoshning nuri nurga misol bo'ladi. Analog qilib, ya'ni o'xshatish qilib ushbu nur so'zi ishlatilgan. Tushunarli? Demak, bu nur bo'ladi bizada. Yana agar vaqtimiz bormi ekan? Tekislik haqida ham ikki og'iz gapirib o'tsak bo'ladi. Tekislik, masalan, tekislik uyimizni poli yoki deylik oynani sirti yoki bo'lmasam stolni usti, bu hammasi tekislikka misol bo'ladi. Ya'ni tekislik ikkita juda ham abstrakt, qiyin tushunarli konsepsiya. Misol uchun Dekart tekisligini oladigan bo'lsak, bu ikkita to'g'ri chiziqni perpendikulyar kesishmasidan hosil bo'ladi. Lekin bu uncha muhim emas. Buni geometriya kursida ko'proq gapirib o'tsak bo'ladi. Lekin hozir juda ham murakkablashtirmasak ham bo'ladi. Demak, ushbu darsimizga menimcha endi yakun yasasak ham bo'ladi. Bugun biz kesma haqida gaplashdik. Eslab qolish lozim. Kesma bu ikkita nuqtani eng qisqa masofa bilan tutashtiruvchi to'g'ri chiziqqa aytiladi. Kesma ikkita tarafdan chegaralangan. Keyingisi bu to'g'ri chiziq. To'g'ri chiziqni boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q. Va so'nggisi bu nur. Nurning boshi bor, oxiri yo'q. Demak, ushbu fikrlar bugungi darsimizga yakun yasaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz. Salomat bo'ling.